Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsining eng qiziqarli mavzularidan biri 20-mavzu Zardushtlik mavzusini ko'rib chiqamiz. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan bugun 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsining 31-mavzusi O'rta Osiyoda Ahamonlar hukmronligi mavzusi bilan tanishamiz. O'rta Osiyoga Ahamonlar Kir II hukmronligi davrida bostirib kirishdi. Ular dastlab Parfiya, Marg'iyona, Baktriya hududlarini bosib olishdi va miloddan avvalgi 530-yilda Kir II ulkan lashkar bilan Massagetlar ustiga yurish qildi. Bu yurish to'g'risida tarix otasi Gerodot o'zining tarix asarida batafsil yozib qoldirgan. Tumaris Kir IIga tinch omon yurtiga qaytib ketishni taklif qiladi, ammo Fors shohi bu yo'ldan qaytmaydi. Jang so'ngida Massagetlar qo'li baland keladi. Fors qo'shinlarining ko'pchiligi qiriladi. Jang maydonida Kir IIning o'zi ham halok bo'ladi va O'rta Osiyoga keyingi bosqinlar Kir IIning avlodlari Dorobir davrida amalga oshiriladi. Dorobir hukmronligining 1-yilida Marg'iyonada Fors istilochiga qarshi yirik qo'zg'olon bo'ladi. Ushbu qo'zg'olonga Frada rahbarlik qiladi. 522-yilning o'zida aynan qo'zg'olon bostiriladi va qo'zg'olon rahbari qatl etiladi. Bu Behuston qoyatosh bitiklarda yozib qoldirilgan. Dorobir hukmronligining 3-yilida, ya'ni 519-yilda saklar ustiga yurish qilgani haqida Behuston bitiklarda batafsil ma'lumot berilgan. Ayrim manbalarda, ya'ni tarixchi Palien asarida, miloddan 2-asrda yashagan ushbu shaxs asarida saklarda Shiroq ismli cho'pon qahramon bo'lgani haqida ham hikoyalarni ko'rishimiz mumkin. Shiroq jasorati haqida biz adabiyot darsliklarida, hikoya kitoblarida va erta kitoblarda ham tanishganmiz. O'rta Osiyo Ahamonlar tomonidan bosib olingandan so'ng uni boshqarishda viloyatlarga bo'linadi. Viloyat Ahamonlarda satraplik deb yuritilgan. O'rta Osiyo hududi 3 ta satraplikka bo'lingan va asosan sulola vakillaridan rahbarlar tayinlangan. O'rta Osiyo aholisi davlat markaziga soliqlarni kumush bilan, chorva mollari bilan, hunarmandchilik buyumlari bilan, qurol-yarog'lar, kiyim-kechaklar, hayvonlar terisi bilan to'lab berishgan. Bundan tashqari, ular saroylar qurishida, mudofaa devorlar qurishda ham faol ishtirok etishgan. Dorobir va uning vorisi Xerxes hukmronligi davrida O'rta Osiyo xalqlari Yunon-Fors urushlarida ham qatnashgan. Mashhur Marafon jangida saklar aynan qo'shin markazida harakatlangan. Yunon-Fors urushlarida ishtirok etgan O'rta Osiyolik jangchilar haqida Gerodot ham o'z asarida batafsil ma'lumot bergan. Ya'ni bu yerda Gerodot shunday ma'lumotlarni yozdirib qoladi. Baktriyaklar kamon va nayzalar bilan, saklar jangovar boltalar bilan va xanjarlar bilan, xorazmliklar va so'g'dliklar esa kamon va nayzalar bilan qurollangani haqida batafsil ma'lumot beriladi. Miloddan avvalgi 6-4-asrlar tarixi yozma va arxeologik manbalar orqali batafsil o'rganilgan. O'rta Osiyo xalqlarida hunarmandchilik, zargarlik, tikuvchilik, kulolchilik, binokorlik sohalari yuksak darajada rivojlangan. Aynan ushbu davrda Qiziltepa, Uzunqir, Yerqo'rg'on singari yirik shahar va qal'alar mavjud bo'lgan. Miloddan avvalgi 5-4-asrlardan boshlab O'rta Osiyo hududida dastlabki tanga pullar tarqalgan. Zargarlik san'atining yuksak darajada rivojlanib topganini esa biz Britaniya muzeyida saqlanayotgan 1877-yilda topilgan Amudaryo xazinasidagi oltin buyumlar aynan buning yorqin namunasidir. Aynan ushbu davrdan boshlab shaharlarning atroflarini egallagan dehqonchilik xo'jaliklari ota-urug'ga mansub katta oilalar kun kechiradigan hududdagi birlashgan va aynan shu davrdan boshlab ichki qal'alar bunyod qila boshlanganini biz tarixiy manbalarda ko'rishimiz mumkin. Biz O'rta Osiyoga Ahamonlar sulolasining bostirib kirishi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik va aynan ushbu davrda yashagan aholining turmush tarzi, yashash sharoiti va qanday yangiliklar bo'lgani haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularda ko'rishguncha